Blackbeard taqdim etadi. Rick roman va filmi. Bosh rolda Jason Statham. Boshpana. Barmoqlaringni ehtiyot qil. Eshkakni mahkam ushla. Media.net taqdim etadi. Gebrid orollari, Shotlandiya. Nega tikilib qolding? Rejamiz qanday? Biror foyda ish qilish haqida o'ylab ko'rdingmi? Sierra, Harper Time, Dogger, Fisher, German Bayt dengiz hududlari shamol janubiy yoki janubiy g'arbiy tomondan esadi. 4-6 ball, ayrim joylarda 7 ball bo'lish kutilmoqda.
Doggerda janubi g'arbiy tomondan, German Baytda janubiy tomondan. Boshqa hududlarda esa vaziyat og'ir. Front shimolga siljimoqda. Meteorologlar ob-havoni yanada yomonlashishini ogohlantirmoqda. Shoh va mot. Kemadagilar diqqatiga. Ochiq hududlarda uzoq vaqt turmasdan aniq hisob-kitob asosida harakat qilishingiz tavsiya etiladi. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Oy, xudoy. U yerda ko'p ishlanib qolma. Havoni avzoyi buzuq. Bu yerga boshqa kela ko'rma. Boshqasi bo'lganda hozir rahmat aytardi. Muhimi, gaplarimni eshitding. Bu yerga boshqa kela ko'rma. Biz har haftada tog'am bilan sizga doim oziq-ovqat olib kelamiz. Siz bo'lsa salomlashgani ham chiqmaysiz. Nima sababdan? Sizni ko'rishga ko'zim yo'q. Barcha kemalar uchun muhim xabar. Qirg'oq bo'yida kuchli shamol boshlanmoqda. Qirg'oqdagi barcha kemalar diqqatiga. Jesse, bo'la qol. Qirg'oq bo'yiga kuchli bo'ron yaqinlashmoqda. Barcha kemalar zudlik bilan bu hududni tark etsin. Menga unday qarama. Jesse. Tezroq. Bo'la qol. Zudlik bilan hududni tark eting.
Jesse! Tog'am qayerda? Tog'am qayerda dedim. U o'ldi. U cho'kib ketdi. Kemadan chiqa olmadi.
Yaraga malham qo'yish kerak. Nega bo'lgan voqeani hech kimga aytmadingiz? Hech bo'lmasa politsiyaga. Bizni bu yerdaligimizni yana kim biladi? Hech kimmi? U sezyapti. Meni ortga qaytarishingiz kerak. Bu yerda meni ushlab tura olmaysiz. Nega bu yerda ekanligimni ham bilmayman. Tog'am ayoq qanchadan beri ishlamasligini aytgandi, lekin siz baribir shu yerdasiz. Nega? Oilam meni qidirishlari aniq. Seni oilang yo'q. Onang allaqachon o'lib ketgan. Otangni esa ko'rmagansan. Shundan beri senga tog'ang g'amxo'rlik qilib kelgan, chunki seni boshqa hech kiming yo'q. Buni qayerdan bilasiz? Kimdir kelishiga ishonaman. Nahotki bu yerda qidiradigan hech narsa yo'q. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bu tush edi.
shunchaki tush. Bilaman, hozir qo'rqyapsan. Senga qanchalik og'irligini ham bilaman. Ammo qo'lingda qurol bo'lsa, hech qachon qo'rqishga hojat ham yo'q. His-tuyg'ularingni nazorat qilishni o'rgan. Doim sovuqqon bo'lishni o'rgan. Mana bunday ishlaysan. Bosh barmoq dastakka tegsin. Kaftingni mahkam siq. Biroz balandroq tut. Yaxshi. To'g'ri ishlading. Boshlanishiga zo'r. Kel, oyog'ingni ko'rib qo'yay. Bo'la qol. Navbatda Sierra, Viking, Time, Duggar, Fisher, Germanbayt hududlari shamol janubiy yoki janubi sharqiy tomondan esadi. Tog'imni qayerdan tanirdingiz? Shu hududlarda Shu hududlarda va yana dengiz piyodalari safida. taxminlarga tayanib aytadigan bo'lsak, U hech qachon sizni ismingizni aytmagan. kuchli shamolga aylanishi mumkin. Ismingiz nima? Bir necha kilometrgacha. Bilishingdan nima o'zgaradi? Hech bo'lmaganda o'zimnikini aytmayman. Bu holat shu hududda saqlanib turadi. Ismimizni bilmaslik hozircha yaxshi. Shuningdek, barcha kema egalari uchun Hech bo'lmasa, kuchgingizni ismini ayting. dengizga chiqish juda xavfli. Uni ismi yo'q. Nima? Bu aqlga sig'maydi-ku. Hozircha mana shular. Kuchugingizning ismi yo'qmi? Bu havo kelasi haftada ham saqlanib qoladi. Unda kuchugingizga ism qo'yaman. Jack. U Jack bo'la qolsin. Bu yoqqa kel, hoy. Jack? Unga bu ism yoqdi, shundaymi? Jack. Bizda hozircha shular. Boshqa shaharlar va qirg'oq yaqinidagi hududlarida esa Qora rangli farzinni F2 ga qo'ying. Shoh. Shaxmat o'ynashingni aytmagan eding. Siz so'ramagandingiz. Nihoyat munosib raqib topildi.
Infeksiya tushgan ko'rinadi. Unda shifoxonaga boramizmi? Yo'q. Yo'q. Men dori olib kelaman. Net saytida. o'n yil oldin bosh vazir janoblari hukumat hech qachon fuqarolar ma'lumotlarini olinmaganini aytgandi. U hukumat va millatni ishontirgandi. Whitehall, London tergov ishlari. Biroq yaqinda serverlar buzilishi orqali biz Mi-6 shaxsiy ma'lumotlar, telefon yozuvlari, elektron pochta va hatto ovoz berish ma'lumotlarini muntazam to'plaganini ham aniqlab bildik. Razvedka bularni barchasini super tizimini yaratish uchun qilingan ekanligini aniqladi. Bu Total Expert Analytica nomli zamonaviy kuzatuv tizimi edi. Yoki qisqacha aytganda TEA. Ba'zi tafsilotlar oshkor etilmaydi, ammo TEAning maqsadi asosli qarorlar qabul qilish va tahdidlarning oldini olishdir. Siz qilgan ish bu mamlakatdagi har bir insonning hayotiga noqonuniy aralashuvdir. Agar aybsiz bo'lsa, yashiradigan narsasi yo'qligi aniq. TEA ishga tushgach, Mi-6 tahdidlarni misli ko'rilmagan darajada bartaraf eta boshlaydi. Balki buning uchun rahmat aytarsiz. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Hozir bu qanday yakun topishini tushuntirib beraman. Siz va bosh vazir Wordham tergovga tortilasiz. TEA esa tugatiladi. Ganneron bosh vazirni chetlatdi. Downing Street. Sizni diqqat bilan tinglayapman. Bosh vazir idorasi. Ganneron saylovlar oldida mashhurlikka erishmoqda. Bu sizib chiqish esa g'irt milliy sharmandalik. Bosimni kamaytirishimiz kerak. Bizga aybdor kerak bo'ladi. Haqiqatga tik qaralsa, siz bu mamlakatdagi eng yaxshi josussiz, ammo siz byurokratsiz. Hamma odamning o'z kamchiligi bor, bosh vazir.
Yozuv to'xtatildi. Endi ikkimiz qoldik. Xo'sh, unda sizga ruxsat. Nimaga? O'zingizga munosib bo'lgan soyaga qaytishingizga. Lekin biz hech kimga buni aytmaymiz. Shubhasiz. Roberta Frost sizning o'rinbosaringiz. Hozircha Mi-Ay 6 ga u rahbarlik qiladi. Albatta vaqtinchalik, saylovdan keyin esa munosibroq odamni tayinlayman. Roberta yaxshi tanlov. U jamoa bilan yaxshi ishlaydi. Bizga esa outsiderlar kerak emas. Xuddi shunday. Nafaqangizdan rohatlaning. Rahmat bosh vazir. Uni bo'yi qanday? Taxminan mana shunday. Avval bog'ga boramiz degandim, keyin bowlingga borish qiziqroq bo'ladi deb o'yladim. Ertaga bog'ga boramiz. Mi 6-shtab kvartirasi. Teya bosh serveri Mi 6. Nishon aniqlandi. Teya Mi 6-operatsion markazi. Teyadan shoshilinch xabar. Ko'z to'r pardasi bo'yicha moslik bormi? Temur Chirmayev. Muhim nishon. Jazoir elchixonamiz porlatilgani uchun qidiruvda. Bir nechta jinoyat sodir etganlikda gumonlanmoqda. Joylashuvi Shotlandiyaning tashqi gibridlari. Sputnikni sozlang. harbiy guruh bormi? Alfa. Harakatga o'ting. Tayyor. Dori tez ta'sir qiladi. Tez orada yana chopib yurib ketasan. Aytgancha shirinlik uchun rahmat. Senga olib keldim. Menimcha mos keladi. Qo'limdan kelgancha tanladim. Menga yoqdi. Rahmat. Arzimaydi. Hidi juda yoqimli. Oddiy vodkadan ancha mazali ekan. Bu yosh xonim uchun odatiy hol. Nima? Hozir kelaman. Nima bo'ldi? Hoziroq hammomga kir. Eshik ortida o'tir. Ovoz chiqarma. Men chaqirmagunimcha chiqma. Bo'la qol, Jesse. Shu yerda qol.
Keldik. Nishon tomonga yuramiz. Ehtiyot bo'l. Oldinda xavf. Jin ursin. Uni tezroq toping. La'nati. Chalg'imanglar, nishonni ushlang. Yaramas, ko'ppak. Pichoqni menga ber. Men qizchani topdim. Uni olib ketyapman. Jak! Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Kimsizlar? Ular kim? Ularni kimligini bilasizmi? Gapiring, ular kim? Shu yerda kut. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tezda qaytaman, xavotir olma. Lekin qayerga ketyapsiz?
Meni kechir do'stim. Maxsus hududdan chiqyapman. Meni yukim bor. Bo'pti, tez orada yetib boraman. Bu yerdan ketishimiz kerak. Lekin Jack qani? Ketdik. Nima? Qanday? Lekin Jackchi? Yo'q, yo'q. Jack. Bo'la qol, ketishimiz kerak. Alfa guruhi, qabul. Hammasi o'lgan. La'nati, ularni kim o'ldirdi? Kim bo'lsa ham ishini ustasi ekan. Agentlardan qaysi biri eng yaqini? Wortman. Uni faollashtiring. Mintaqadagi barcha guruhlar to'liq safarbar qilinsin. Qizcha haqida barcha ma'lumotlarni aniqlang. Bo'la qol. Lekin jarohatlangansiz. Qo'rqinchli emas. Axir qon ketyapti. Yura qol. Orqada qolma. Tekshirib ko'rishim kerak. Shu yerda kut. Ichkariga kiraman, xo'pmi? Kalitni olaman. Uni o'g'irlayman demoqchimisiz? Hoy, shu yerda kut dedim. O'q uzolasanmi? Tog'am bilan havo miltig'idan o'q uzganman. Yaxshi. Mana ushla. Bir qo'lingni bu yoqqa, ikkinchisini bu yoqqa qo'y. Mahkamroq ushla. Uchi pastga qarasin, xo'pmi? Barmog'ing turtkida turmasin. U juda sezgir. Devorga suyanib ol, bo'la qol. Hoy. Qamarlama. Qurolni tashlang.
Iltimos tashlang. Keling, ahmoqlik qilmaylik. Yaxshi. U yaralangan. Unga yordam bera olasizmi? Yangilik bormi? Timur Chermoyev, uning ma'lumotlari tahrirlangan. Mana, ko'ryapsizmi? Yashirish uchun kod almashtirilgan. Tizim birgina xato tufayli uni Chermoyev deb qabul qilyapti. Aslida esa u emas. Bu o'ta nozik ish. Bu o'zini yo'q qiladigan kod deb ataladi. Mana bizning yigitchamiz. Michael Mason. U biznikilardan. Shunday. Lekin ma'lumotlari deyarli yo'q. Yetim, sobiq maxsus kuchlar askari. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 10 yil avval urushda halok bo'lgan. Aftidan unday emasga o'xshaydi. Xo'sh, nega o'z xodimimizni bo'ysundirishimiz kerak? Bilmayman. Qoyil. Hozirgina uning jangovar hisobotlarini ochmoqchi bo'ldim, ammo hamma fayllar o'chirib tashlangan. Negadir g'alati. Yurs qidiruvni davom ettir. Shotlandiyadagi fermadan politsiyaga qo'ng'iroq bo'lgan ekan. Mana qarang. Dadam garovda. Bo'shalar, ma'lumotlarimiz. Markazga qo'ng'iroq qil, men ketyapman. Rahmat, Ross. La'nati. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Iltimos, yordam bering. Ular dadamni olib ketishdi. Nishon boshqa odam, bu Michael Mason. Tergov uchun tiriklayin qo'lga olinsin. Meni odamim qani? Wortman yaqinlashyapti. Iltimos, yordam bering. Wortman. Yaxshi. Bu qora ko'rshapalaklar operatsiyasi. Faqat menga ma'lumot bering, tushunarlimi? Tushunarli. Qaytganingiz bilan, janob. Aloqa paytida nishonni yo'q qil. Qizchanichi? U ham yo'q qilinsin. Qo'lga tushding, Mason. Bitib ketishiga ishonchim komil emas. Men faqat hayvonlarni tikaman. Shunisi ham bo'laveradi. Minnatdorman. Ketishimiz kerak. Bizga mashinangiz kerak. Kalit eshikda. Kalitni oldi, mashinani yurgiz. Iltimos, ularga tegmang. Ularga tegmayman, va'da beraman, tushunarlimi? Aytgancha, o'g'ling qayerda? Kalum? Kalum? U yerda nima qilding, bolakay? Kalum. Men politsiyani chaqirdim. Ketamiz. Bu yerga. O'tir, qimirlama. Politsiya talonchilik chaqiruvi bo'yicha keldi. Ular aralashmasin. Qurshovga oling. Faqat aralashmang. Takrorlayman, aralashmang. Biznikilar yetib kelyapti. Sizni qo'lga olishadi. Politsiya asosiy muammo emas. Bu yerga yugur o'g'lim. Yo'q, to'xtang. Yo'qol. Tashqariga chiqmang. Otishma nuqtasini aniqlang.
O'tir, qimirlama. Politsiya, taslim bo'ling. Ketamiz. O'tir. Qurolni tashlang. Nima bo'ldi? Qarshilik ko'rsatmang. Qochdik. Bu yoqqa. Voy, politsiya, qimirlamang. Tashlang qurolni. Hoy, bizga tegma. Mashinani ol. Yordam yo'lda. Taslim bo'lmang. Chiq. Boshingni ek. Meni Wortman bilan bog'lang. U javob bermayapti. U yerda nimalar bo'lyapti o'zi? O'sha yerda yot, tura ko'rma, xo'pmi? Bizga yordam kerak. Ofitser yaralangan. Tez yordam yuboring. Jinoyatchi mashinamizda qochib ketdi. Bu yerda qonli to'qnashuv bo'ldi. Tez yordam kerak. Mashinani almashtiramiz. Tura qol.
Xayrli kun. Ahvolingiz yaxshimi? Janob, qo'llaringizni ko'taring. Salom Roberto. Nishon haqida qo'ng'iroq qilyapsanmi? Yo'q, janob. Iste'foga chiqishingiz bosh vazirning eng katta xatosi edi. U kerakli paytda aralashishni yaxshi biladi. Senga nima kerak? Siz hech Michael Mason haqida eshitganmisiz? Buni qayerdan topding? U butun guruhni bitta o'zi yo'q qildi. Hozir senga aytadigan gaplarimni barchasi mutlaqo maxfiy. Ko'p yillar oldin elita agentlar uchun qora ko'rshapalaklar dasturi yaratilgan edi. Tushunarlimi? Mi-6 nazoratidan chiqarilgan tezkor xodimlar. Mason ham shulardan biri edimi? Ha, u birinchilaridan edi. Nihoyatda qobiliyatli, bizning oltin standartimizga aylandi. Keyin nima bo'ldi? U chet el josusini yo'q qilish uchun yuborildi, lekin u nishonni tirik qoldirdi. Hisobotlarni soxtalashtirib g'oyib bo'ldi. Nega u buyruqni buzdi? Uni sotib olishgan chamasi. Pul ko'proq bo'lgan. Sen bitta narsani tushunib ol. Mason shunchaki qotil emas. U benuqson josus. Roberto, unga qarshi bor kuchingni ishga solishing kerak, tushunyapsanmi? Afsuski, Michael Mason me'yorlarimiz uchun xavfli o'simtaga aylandi. Tushunarli, janob. O'z mahoratingizni sinab ko'rishga tayyormisiz? Buning uchun meni ishdan bo'shatishmaydimi? Bunga yo'l qo'ymayman. Zaxira serverdan qora ko'rshapaliklar bo'yicha fayllarni topdim. Mason eronlik olim bizga yadroviy dastur bo'yicha ma'lumotlarni yetkazgach, uning qochishiga yordam bergan ekan. Ammo Masonga uni himoya qilish o'rniga iz qoldirmasligi uchun o'ldirish buyurilgan ekan. Menimcha, u rad etgan bo'lsa kerak. Aqllisan, Maddi. Jin ursin, Roberto. Nega keraksiz ishga aralashding? Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Yaxshimisan? Agar men o'tmishim haqidagi haqiqatni ko'tara olmaydi deb o'ylasangiz adashasiz. Aytingchi, oilangiz bormi? Yo'q. Oilangiz, farzandlaringiz bo'lishini xohlamaysizmi? Bu hammasini murakkablashtiradi.
Men rozi bo'lardim. Murakkab bo'lgani yaxshiroq. Faqat onam qaytsa bo'lgani. Yana tog'am ham. Hozir meni hech kimim qolmagan. Hayot adolatli derdim-ku, lekin o'zing haqiqatni bilasan. Hech bir bola bunday og'ir yo'lni bosib o'tishga loyiq emas. Eng muhimi, ruhingni sindirishlariga yo'l qo'yma. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'pmi? Mana. Har holda sizda Jack bor edi. Nima bo'lsa ham u sizning oilangiz edi. Senda tura qolsin. Qarshimizdagi devorda kamera bor. Ortimda yana bittasi. Men tomondan chiq. Boshingni quyi solib orqamdan yur. Xo'sh, signalni bekor qilamiz. Va yozuvni o'chiramiz. Taqvodor bo'lganingga ancha bo'ldimi? Bugun arvoh qo'ng'iroq qilgandan so'ng biz yuk so'zini ma'nosini boshqacha tushunamiz. Shunchaki aytdim-da. Ha, e'tibor bermang, bu ustaxona. Doim shu yerda nimadir yasayman. Faqat ehtiyot bo'ling, bu yerda asboblar juda ko'p. Jessi, borib biror nima ichib kelasanmi? Oshxona orqangda. Yolg'iz gaplashib olmoqchi bo'lsangiz shunchaki ayting. Qo'y. Hammasi joyda. Gapir, u kim?
Bu yerda nima qilyapsan? Tog'asi bilan birga xizmat qilganmiz. Unga chiqish yo'li kerak. Keyin esa meni qanday topishganini aniqlayman. Qarib qolgan chog'imda ko'ngilchan bo'lib qoldim dema. U shunchaki keraksiz joyda, keraksiz vaqtda paydo bo'ldi. Qo'ysangchi, Mason. Tanish bu TA. Ketishimdan avval uni yaratishga yordam berganman. Eng muhimi, seni dafn qilganimda qanday topishdi? La'nati. G'oyib bo'ladigan vaqting kelganda shaxsingni Aberdindagi bir neftchinikiga almashtirgan. Hech kimga aytmagandim. Lekin kimdir buni bilib qolib, seni o'sha odamga biriktirib qo'yibdi. Xavfli terrorchiga, bilasan, bundaylar yo'q qilinadiganlar ro'yxatiga kiritiladi. Manafort. U haligacha seni o'limingni istaydi deb o'ylaysanmi? U uchun muhim bo'lgan qoidani buzdim. Ha, bizga yordam bergach, himoya qilishga va'da berilgan begunoh odamni o'ldirishdan bosh tortgansan. Buni to'g'rilay olasanmi? Ha, faqat bu yerda emas. Endi bu muhim emas. Ular seni topishdi. Shuncha yil o'sha orolda o'likligincha qolishing kerak edi, Mason. Bu meni muammoyim. Men faqat Jessini himoya qilishingni istayman. Manafort uni kimligini biladi. Bu esa uni kalavaning uchiga aylantiradi. Ko'rib turibman, senga baribir. Shu yerda yo'llarimiz ayriladi. Boshpana berasanmi? Menga qara, Mason, men bunday qila olmayman. Nima uchun? U saratonga chalingan. Onam ham shunday dorilar ichgandi. Sizga yuk bo'lganim uchun kechiring. Hoy, Jessi, to'xta. Bu rostmi? Shifokorlar menga 1-2 yil berishdi. Jin ursin. Yordam berishni istayman. Lekin unga javobgar bo'la olmayman. Harakatlarim cheklangan. Kamalga murojaat qilsak-chi? Balki u qutqarib qolar. Bildirmasdan. Kamal Shahmi? Yo'q, aslo bu emas. U o'z ishini ustasi. Ha, chunki u shafqatsiz kontrabandachi. Uni ortida nazorat qiladigan MI6 yo'q. Bu meni muammoyim. Uni topishimga yordam bersang bo'lgani. Qo'lingdan keladimi? Chapga yoki o'ngga faqat qayerga burilishni ayta olaman. Faqat shu. Shuni o'zi yetarli. Asilmedia.net taqdim etadi. Jessi,
Ketishimiz kerak. Eshityapsanmi, Jessi? Ketdik. Rostdan ham meni bu yerda qoldirmoqchimidingiz? Kechir. Seni xavfsizliging muhimroq. Yura qol. Mayli. Devorga aytganimni qil. Lekin Devorga suyan. uni qo'yib yubor. Shunchaki qo'yib yubor. Bu yerga tura qol. Tezroq mashinaga. Xudoyim, menimcha qutuldik. Uni taniysizmi? Buni tarixi juda uzun. Ish bajarildimi? Hali yo'q. Ross. Hujumga o'tamiz, guruhni tayyorla. U yerdagi Wi-Fi ehtiyojim uchun yetadi. Mana, kepka bilan paltoni ol. Go'zalligingni yashirishga yordam beradi. Mayli. Faqat favqulodda holatlarda foydan yoki o'zing bilasan, seni bir zumda topishadi. Avtomobilni almashtirish kerak. Ular hozir nimada ketayotganimizni bilishadi. O'zingni ehtiyot qil, qizaloq. Rahmat.
uni o'ldira olmaganingizdan afsusdaman. Bilaman, bunday deyish to'g'ri emas, lekin balki sizga o'xshab qolayotgandirman. Sen unday emassan, Jessi. Doim shunday bo'ladi. Nega unday emasman? Aslida kimligingni ko'rdim. Quloq sol. Kechga bularni hammasi ortda qoladi. Sen xavfsiz joyda normal hayotni boshlaysan. Bir o'zimmi? Siz nima qilasiz? Orolga qayta olmaysiz-ku. Boshqa orollar ham bor. Men siz bilan ketishim mumkin. Sen bunday hayotni istamaysan. Doim qochib, yashirinib yurish kerak. Siz istaysizmi? Jessi, tushunishing kerak. Seni himoya qilishning yagona yo'li hamma narsani boshqarayotganlarni to'xtatish. London. Shunchaki menga ishon, xo'pmi? Mason haqida biror yangilik bormi? Yo'q. Hech qanday yangilik yo'q. U nima qilayotganini biladi. Siz haq ekansiz. Mi 6 tashqarisidagi TAda noma'lum avtorizatsiyani topdim. Negadir ko'nglim g'ash. Aniqladingmi? Afsuski yo'q. Lekin yana urinib ko'rishim mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar harakat qil. Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatga o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Bizni kameradan sezib qolishmaydimi? Umid qilamanki yo'q. Uzr oshna, ro'yxatda yo'qsan. Meni Kamalni oldiga olib bormasang, ikkinchi qo'lingni sindiraman. Ruxsatsiz kirish. Ajoyib yurish, Robert. Meni tuzog'im ish berdi. Uni qo'lga oldim. Bu Jennerson. Bu Steven Manafort. Bilaman, lekin tekshirib ko'rish kerak. Klubdagi barcha kameralarni yoqing, darhol. Odatdagidek o'zingni xotirjam tut.
Unga ayting, men Michael Masonman. Xo'jayin, bu Michael Mason. Michael Mason. O'zingga bir qara. Na mamlakati bor, na arzigulik maqomi. Giyena bilan do'stlashgan bechora, omadsiz. Kim u? Menga mamlakatdan chiqish uchun yo'l kerak. U uchun bugunoq yangi pasport va hujjatlar ham. Yo'q. Yo'qmi? Kamal, nega senga oqibatsiz harakat qilishiga yo'l qo'yib berishdi ekan-a? Shu bilan birga raqobatchilarni bemalol chetlatishing mumkin edi. Hammani Manafortning oldiga jo'natarding. Men oldimga ham. Manafort ketdi. Umuman olganda yo'q. U erkinlikka chiqdi. Hozir ham ikkalamiz uchun juda xavfli. Aldayapsan. Nahotki hozirgina klubingga kirganimni kamera ko'rdi, to'g'rimi? 40 kilometr radiusdagi barcha Mi-6 agentliklari meni ushlash uchun bu yerga kelyapti. Demak, senda ko'pi bilan 10 daqiqa bor. Sen faqat uni olib chiqib ketsang bo'lgani, qolganini men qilaman. Men esa ilonni boshini kesaman. U bilan barcha sirlarimizni ko'mib tashlayman. Meni shu yerda kut. Iltimos, birga ketaylik. U bilan gaplashganimizni eshitding-ku. Men o'z burchimni bajarishim kerak. Qanday burchingizni aytyapsiz? Menimcha siz o'lishni xohlayapsiz. Bu gapni qayerda olding? Yashashni hojati yo'q deb o'ylaysizmi? Bo'lmasa birga ketardik. Menga o'xshagan odamlarga yaxshi yashash nasib qilmagan. O'zingizni shunday ishontiravering. Hoy. Sen kuchlisan. Yo'q, unday emas. Kuchlisan, ishonaver. Bundan buyog'iga kuchli bo'lishing kerak. O'lmayman deb va'da bering. Shunday deb o'ylagandim. Taktik guruh qayerda? Yo'lda. Mason bilan qizni tiriklayin olib keling. O't ochilmasin. Guruh qanchalik uzoqda? Ular hali yo'lda, sir. Qayerdasan? Yana qancha qoldi? 30 soniya, ser. Qiz, uni zaif tomoni, shundan foydalaning. Qabul qildim. Pasport, hujjatlar va 20,000 yevro. U Ispaniyadagi xavfsiz uyimizga boradi. Qayiq 30 daqiqadan so'ng Eyldan Docksga qaytadi. Uzoq kutishmaydi. Sen esa boshlagan ishingni oxiriga yetkaz. Sen o'z ishing bilan shug'ullan, men esa o'z ishim bilan. U binoni boshqa tomonida. Qani, tezroq. O'tkazib yuboring. Bu Zolo. Manzilgacha 2 daqiqalik yo'l qoldi. Hali yetib kelmadingizmi? Tez orada yetib boramiz. Manafort, ularga ayt, ichkarida guruh bor. Tezroq bo'lishsin. Bo'la qol.
Hammasi yaxshi. Yo'ldan qoch. Nari tur. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Mayson! 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 Manafort odamlari qizni o'g'irlashyapti. Yo'ldan qoching. Xalaqit bermang. Qoching. Ularni ko'rdim. Asosiy kirish joyiga bor. Maydondan o'tib janubga buril. Uni qora furgonga olib ketishyapti. Tezroq bo'linglar. Tezroq. Yugar. Yugar, tezroq, tezroq. Uni furgonga tashla. Qayoqqa ketyapsan? Qocha ko'rma. Men sizni ko'rmayapman. Yaxshilab qara. Biz Maysonni yo'qotdik. Tezroq bo'linglar. Tezroq, yo'ldan qoching. Qurolni tashla. Yo'ldan qoch. Chetga chiqing. Xalaqit bermang. Men shu yerdaman. Hammasi yaxshi. Men yoningdaman. Tirikman, Jessi. Men tirikman. Yaxshimisan? Unda qochdik.
Bu seni qayg'ing. Hoy. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yura qol. Bo'la qol. Men uni pastga tushiraman. Tezroq. Tayyormisan? Ketishing kerak. Yo'q, U kutmaydi. yo'q. Siz yaxshi yashay olmayman degandingiz, lekin unda emas. Birga ketaylik. Biz yashirinib shunchaki yaxshi yashay olamiz. Jessi. Iltimos, o'tinaman. U kutmaydi. Siz mening yagona yaqin insonimsiz. Sizni yo'qotishni istamayman. Hoy. Jessi. Yo'q. Meni eshit. Jessi. Seni saqlab qolishni birdan bir yo'li shu. Afsusdaman. Yo'q. Men buni istamayman. Sizsiz hech qayoqqa ketmayman. Men sizni qutqarishim kerak. Sen meni qutqarding. Qutqarib bo'lding. Bo'la qol. Sakra. Yo'q. Uni ahvoli yaxshi. Yo'q, iltimos, yo'q. Nima qilayotganingni bilasanmi o'zi? Menga baribir. Uni endi qutqara olmaysan. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Mas'ul shaxs Roberto hozir
Sen meni eng qadrli, eng qudratli qurolim eding. Keyin esa qoidani buzding. Qora ko'rshapalaklar uchun asosiy qoida sadoqat. Sen vijdoningni birinchi o'ringa, vazifangni ikkinchi o'ringa qo'yding. Men odamgarchilikni ko'r-ko'rona itoatkorlikdan ustun qo'ydim. Ha, albatta, sen adolat peshasan-ku. Shu bilan birga ahmoq ham. Sen fuqaroni bu ifloslikka tortding, ya'ni bolani. Qo'lingdagi odamgarchilikdan nima foyda? Bunday bo'lmaydi. Buni bilasan. Men ham buni istamayman. O'zingdan qochib qutulishingga ishonasanmi? Mason, biz kim bo'lsak sen ham o'shasan. Menga qora ko'rshapalaklarni har qachongidan ham kuchliroq qilish uchun to'liq imkoniyat berildi. Sen esa avvalgidek yonimda bo'lsang deyman. 10 yil muqaddam ko'ngilchanligim seni qutqargan. Hozir esa unday bo'lmaydi. Rondo, Ispaniya. 3 oydan keyin. Ishlar qalay? Yangilik bormi? Kakao ichib kitob o'qiyapti. Uni tasvirini kattalashtir. Balki uni boshqacharoq qidirishni boshlarmiz. U bizdan 10 yil yashirinib yurdi. O'zi paydo bo'lgunicha. Bu endi vaqt masalasi. Qarang. Bu o'sha. Do'sting buni senga berib qo'yishimni aytdi. U qayerda? Hozirgina shu yerda edi.